Aka, sizni transport vositasini olib to'g'risidagi ruxsatnomangiz bormi? Savol. Transport vositalarini ortish, shatakka olish yoki tashish to'g'risidagi eshittiring. Men so'rayman, bormi ruxsatnomangiz bormi? Menga mana dalolat. Yo, davlatnoma sizga rol o'ynamaydi, bu bir. Sizni ruxsatnomangiz bo'lishi transport vositasini olib ketish to'g'risi. Biz transport vositasini tashishlik uchun ruxsatnomangiz bormi yo'qmi? Qani ko'rsating menga. Yo, men tushunmayman, men ko'ray bo'ldi. Hop. Bormi yo'qmi? Sizning mashinangizni jarima maydonchasiga olib ketish uchun kelgan evakuator mashinasining xizmat guvohnomasi bo'lishi kerak desam, ishonasizmi? Unda videoni oxirigacha ko'rib, kanalga obuna bo'lib turing. Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 25-maydagi 149-sonli qarorining 1-ilovasining 6-bandiga asosan transport vositasini jarima maydonchasiga joylashtirish uchun kelgan evakuator mashinasida xizmat guvohnomasi hamda yuridik shaxs tomonidan berilgan mashinalarni tashish, ya'ni evakuatsiya qilish huquqini beruvchi ishonchnoma bo'lishi kerak. Bundan ko'rinib turibdiki, sizning mashinangizni shtrafnoyga olib ketish uchun kelgan evakuator haydovchisining yuqoridagi hujjatlari bor yoki yo'qligini talab qilishingiz, agarda ular bo'lmaydigan bo'lsa, mashinangizni olib ketishiga rozilik bermasligingiz mumkin. Biz bilan huquqlaringizni doimiy o'rganib boring. Bizni kuzatishda davom eting.